Xitoydagi Amerikaning olma sherikligiga zapchast ishlab chiqaradigan 7 korxonaning Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini ishlatadiganligi ma'lum bo'lgan. Amerikadagi uchur to'rining oshkorlashicha, mazkur uchur organi 2 kishilik huquq tashkiloti bilan tekshirish olib berib, olma sherikligining zapchast ham mulozimat bilan ta'minlaydigan Xitoydagi 7 korxonaning Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini ishlatadiganligini dalillagan. Bu korxonalarning 6si o'zlarining Xitoy hukumati yo'lga qo'ygan emgak programmasiga qatnashganligini aytgan. Dokladda emgak programmasining Uyg'urlarni nishon qilganligi, uningga qatnashganlarning uyidan yiroq joylarga yo'tkab ishlatilganligi, qatnashishni rad qilganlarning turmaga ilinganligi ta'kidlangan. Uchur to'rining dokladida aytilishicha, olma sherikti zapchast bilan ta'minlaydigan korxonalarning biri Uyg'ur eliga joylashgan ekan. Dokladda bu korxonalarning olma sherikitini antenna, kabel, qop va boshqa mahsulot ham mulozimatlar bilan ta'minlaydiganligi, lekin buning yolg'iz olma sherikiti bilan cheklanib qolmaydiganligi, bu korxonalarning yana Microsoft, Amazon, Facebook, Google qatorliq shirkatlarga mulozimat qiladiganligi bildirilgan. Amazon va Facebook buni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, boshqa shirkatlar inkor qilgan. Yangi Zelandiya 12 may Birleşken Devletler Teşkilatı'da ötküzüldüğün Uyghur faaliyetiga vakolatchi bo'ladiganligini dalillab, bu faoliyatning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq vaziyatiga qarata ilgarilab diqqat qo'zg'ash uchun bir fursat ekanligini bildirgan. Yangi Zelandiyadagi News Hub kanalining xabar qilishicha, Yangi Zelandiya Savdo va tashqi ishlar ministrligi Xitoyning bu masaladagi diplomatik notasiga baho bermaydiganligi, biroq Yangi Zelandiyaning bu faoliyatga qatnashadiganligini dalillagan. News Hub'ning xabarida aytilishicha, Yangi Zelandiya Savdo va tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu faoliyat Sharqi Turkistonning kishilik huquq va vaziyatiga ilgarilab ko'ngil bilishi, shuningdek xalqaro jamiyatning jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sistemasi, a'zo davlatlar va ommaviy jamiyatlarning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa etnik, diniy jamoatlarning kishilik huquqini qandoq olg'a surishi va hamkorlik olib berishi uchun bir fursat. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakili dushanba kuni bayonot e'lon qilib, Amerika, Germaniya va Angliyadan bu faoliyatni bekor qilishni talab qilgan. Xitoy hukumati 11 may kuni o'zining 10 yilda bir qatim elib berilgan yangi nopus tekshirish natijasini e'lon qilib, 2020 yili 11 oyning 1-kunigacha Xitoy umumiy nopusining 1 milliard 411 million 780 mingga yetib borganligini jakarlagan. Xitoy davlatlik statistika idorasining bildirishicha, Xitoy nopusi 2010-yildagidan 72 million 600 ming odam ko'payib, 10 yil ichida 38,5% ortgan. Xitoyda tug'ilish nisbati tuvanlaganlikdan nopusning eshish nisbati 1960-yildan buyongi eng tuvan bo'lgan. Davlatlik statistika idorasining amaldori Ning Jiji mundaq dedi: Xitoyning tug'ut siyosatining o'zgarishi ijobiy natijalarni qo'lga keltirdi. Lekin yashanganlar to'pi uzun muddat ichida nopusning muqim ishiga davomli besim elib keladi. Nopusning taqsimlanishida 15 dan 59 yoshgacha bo'lgan kishilarning soni 7% ga yaqin azaygan, 60 yoshdan cho'nglar 5% dan ko'proq oshgan. Wisconsin Madison Universitetining tadqiqotchisi Ye Fushian bu sonliq ma'lumotlarning ishonchlikligi to'g'risida mundaq dedi: "Men Xitoy nopusining yuqori mo'ljallanganligiga va 2018-yildan boshlab tuvanlashga boshlanganligiga ishonaman." Xitoy raketasining dunyoga tushib ketgan qismlari haqida bayonot e'lon qilib, Amerikaning ularga hasad qiladiganligini aytdi. Xitoy 29 aprel Xaynan orolidan 15 yil xizmat qiladigan olim punktining yadroliq modulini qo'yib berdi, ammo raketaning gavdasi kontrollikdan chiqib ketdi va Hind okeanidagi bir yerga tushdi. NASAning boshqaruvchisi Bill Nelson Xitoyning mas'uliyatsizlik qilganligini aybladi. Xitoy Kommunistik partiyasining organ to'ri bo'lgan Yer shari vaqt gazetining inglizcha nashri tanqidga qarshi e'lon qilgan maqolada Amerika doiralari Xitoyning olim texnikasining tez taraqqiy qilishiga hasad qiladi deyildi. Yer shari vaqt gazetining ko'rsatishicha, bir qism Amerika olimlari hatto NASA Xitoyning olim qatnashi sanoatining inovatini tushirish faoliyatiga qatnashgan.
İsrailiya Baş Ministeri Nìtanىياخۇ hafta beshidan boshlab İsrailiya armiyasining G'azadagi Hamas va Islom jihad harakatining nishonlariga qarshi yuzlagan havo hujumi elib borganligini aytdi va hujumlarimizning salmiqini tېخىمۇ ئاشۇرىمىز dedi. İsrailiya Baş Ministeri harbiy amaldorlar bilan o'tkazgan bexatarlik yig'inidan keyin so'z qilib, Hamasning u o'ylab boqmagan shaklda hujumga uchraydiganligini aytdi. نىتانىياخۇ Ashkelon shahrida G'azza rayonidan etilgan raketa miyot bilan etib o'ldirilgan ikki İsrailiyalik ayolning qazo qilganligiga intayin afsuslanganligini aytdi va fuqarolardan bexatarlik ko'rsatmalariga bo'ysunishni talab qildi. G'azadagi sahiyya xodimlarining so'ziga qaraganda, dushanba kunidan boshlab Isroiliya armiyasi Hamas va islom jihodini nishon qiladiganligini jakarlagan havo hujumida 26 odam qazo qilgan. Hamas seshanba kuni tushda Isroiliyaning Ashkelon va Ashdod shaharlariga 137 raketa miyot otganligini xabar qildi.